Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar, salomatmisizlar? Ahli baytlar salomatmi? Kirib kelayotgan Ramazonlaring muborak bo'lsin. Alloh taolo hammalaringni oilalaringga baraka olib kelsin. Hammalaringni oilalaringda baraka va yana baraka bo'lsin. Bugun kunlarini ham o'tkazib oldilaring, Xudo xolasa. Mana bugun yana asallarimizni solib qo'ydik, ertagalikka Xudo xolasa yetkazib tashlaymiz inshaalloh. Ramazon oyini hammalaringga fayz baraka bilan kirib kelsin. Kimda yaxshi niyatlari bo'lsa, Alloh taolo o'zi boshlig'i bilan yetkazsin. Birodarlar, kimga asal kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar inshaalloh. Kanallarimizga yozib qo'yganmiz. Yo'qsa YouTube kanalimizda hali telefon nomerini yozib qoldirmaganmiz. Agar kimga kerak bo'lsa, SMS qilib, bir narsa qilib yozsalaring, o'shanga nima qilamiz. Ozgina vaqtlarimiz ham yetmayapti inshaalloh. Charchab qolyapmizmi? Shu duo qilib tursalaring. Xudo xolasa uylaringga yetkazib berib tursak, shahar bo'yicha yetkazib berish xizmatlari bepul. Narxlarimiz hali ham o'sha 80 mingdan. Xudo xolasa Ramazonga aksiyalar qilamiz inshaalloh. Shunday qilib duo qilib turinglar. Barchalaringda uylaringda xotirjamlik, totuvlik bo'lsin. Mayli. Baraka topinglar birodarlarim. Assalomu alaykum.